qilsin, to'ylar qilsin, uylar solsin, ota-onalarini hojiga olib borsin, opa-singillarini olib borsin, aka-ukalarini olib borsin. Alloh hammamizga shunaqa yana yilga keladigan shu ro'za Ramazon oylariga sog'-salomat yetishlik Alloh nasib etsin. Allohu akbar. Sizga o'xshagan yaxshi insonlarga yetkazib borishni sigillarim nasib etsin. Iloyim. Bugungi 5000 6000 talatga beradigan kommentariyachi sigirimni ham bugun egasi topilsin ojonim. Iloyim topilsin. Allohni-chi shu sinova borda kimi rizqini ash kunga yozgan bo'lsa, uka ash kuni kelib olib ketadi uni. Abror xohlasa o'sha xonajini olaveradi, xohlasa shu sigirini olaveradi. U xohlovchining tanlovi. Xudo xolasa bir yaxshi insonlar ulg'aganni mazza qilishmadi. Nima qilyapti? Tepyapti, yo usuyapti, yo yemayapti degan holat qilsa, uyidan borib olib kelaman. Lekin bitta narsa Abror. Molimi tepayotganini borib tepyapti desa, shu so'g'adigan hamma bor sodir ko'rsatib olaman o'sha yerda. Tepayotganini. Yemayapti desa, oldiga ovqat tashlaydi, borib tepasida ko'rib olaman. Buni har mana anaqa menda ham xuddi shu holatda ishamagan, bemalol ko'rib olaversin. Oxirimda ovqatini tashlab beraman, o'tirib sog'imini qilib beraman, xolos sigir berib yuboraman. Sigir berib yuboraman. 6000 ta layt yig'ib, kommentariyani yozsa, men sigirni berib yubormagan o'g'il bola emas. Gapimga gap. Qaytish yo'q, ro'za Ramazonda ulgib qolishni insonim olgani. Gap so'z yo'q. Bismillah. Assalomu alaykum Nurullo Uz kanali hurmatli obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. Bugun 18-mart hafta kuniga seshanba Farg'ona viloyati Toshloq tumani Arabmazorda Davlatjondan sotiladigan 25 dan ziyod yaxshi sog'lom sigirlar bor. Yana bola sizlarga narx-navo ma'lumotini yoritib beramiz. Kanalga yangilar obuna bo'lib, maksimalli akalar layklar bosib hadishga kursak, chiroyli chorva bozorlaridan va xonadonlardan yaxshi hosildor mollarni sizlarga e'tiborlaringizga taqdim etib ko'rsatib boramiz. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugungi videomizda 25 dan ziyod yaxshi mollar bor. Hurmatli obunachilar, ro'zg'or bob so'raganga ro'zg'or bob, sut yo'nalishiga yaxshi sigirlar bor. Ustozim Abror Uz bilan birgalikda sizlar uchun chiroyli, mazmunli va manfaatli qilib video qilib beramiz. Xolis bahosini video davomida o'zlaringiz ko'rib, albatta kommentariyaga o'z fikr mulohazalarini qoldiringlar. Shvedlarni ham xudo xolasa birinchi so'z chiroyli variantlaridan kelib. Do'latjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kelindilar. Yaxshimisiz? Salomat, yaxshiman. Siz ro'zalar bilan charchamang. Rahmat, o'zingiz. Bozorlardan charchamay keldingmi? Rahmat. Bugungi Nurullo, xudo xolasa 18,5 million so'mdan boshlanib, bor 46 million so'mga jamoalarimiz bor. mollarimiz bor. Birinchi qo'l kelishaversin Nurullo, shuni laytni bosib qo'yishsin-da, yo'lga chiqishaversin. Video arzisa bossan laytni. Narxlarni o'ta ham yo'lida qilib beramiz. Ramazonda xudo xolasa videolarimiz oxirgisi Nurullo, Ramazonga. Keyin Ramazondan keyin chiqaramiz videolarimizni. Xudo xolasa bugunga 25 bosh ortiqroq sigir bor. Bolali deganga bolali. Tasanno deydigan qilib chiqarib berasiz bugungi videomizda. Laytni bossin, bugun ajoyib video. Hurmatli tomoshabinlar, videoni oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa chiroyli qilib sizlarga mollarda narx-navo ma'lumotlarni yoritamiz. Akalar, sutini litrini xohlagan paytingizda o'sha kimsalaring любой payt deyapti endi. Xohlagan payti. Boqqanga rahmat deb qo'ysak, baliq mal olib ketdi jonivor, ha? Jonivor. Katta emas, kichik emas akalar, hosildor bor ekan. Bolasi Alloh nojillardan. Birinchi Mana shu 3-chi qorin. Aha. Bu video mobaynida hojonamizga o'zimdan yangi tuqqanda ham o'zimdan ketgan mol. Nasib qo'shilib hozir qornida bu tomonga o'tkazing bolasini. Qornida 3 oylik. Yaxshi turadi. 3 oylikdan o'tgan. 14-kuni 3 oyga to'ldi bo'g'oziga, 3 oylikka. Qornidagi. Qornida 17 litr suti bor xudo xolasa. Hozirgi kunda esa. Eng kam 15 ta. Yo, endi berayotgan sutini aytyapmiz, misol uchun. Hojonamiz chiroyli qilib boqa bashna qilgan ekan, 17 litr sut berayotgan hozirgi kunda. 17 litr sut bolasi qo'nadi. Necha oylik bo'ldi bolasi? Bu da 5 oylik bo'ldi. 5 oylik, ya. Bolani oma yaxshi berib akalar. Hamma yo'q, bu molimda e'tibor bilan ko'rishaversin. Yelinlari bajoyib. Nima deysiz, Davlat aka? Qornida 3 oylik, oldida 5 oylik, 17 litr sut. Xohlasa enasini olsin, xohlasa ena bo'la olsin. Farqi yo'q. Xohlasa bu novvotchani ham qo'shib olsa ham deyapti. Qizig'i yo'q. Ona bolaga nech pul? Ona qochirmay bo'laydi. Unaqa Luba joyda 40 milliondan pastda aytmaydi. Bu molni xudo xolasa 35 milliondan bas. 34 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. 34 kami bor, ichida o'sha garantiya akalar. Kelib uzi qildirib tekshirib olsin o'sha yerda. Gap so'z muammosi yo'q. Borganda tekshirib olsam bo'lmaydi. Bo'laveradi, olib borganda tekshirib olsa ham bo'laveradi. Uzi qildirib tekshirib olaversin. Tekshirasizlar, bo'g'oz o'sha pul berasiz. Bo'g'oz o'sha pul beradi. 34 kam. 34 million so'm kami bor. Yovoshiga to'la. Yemasa ichmasa tekshirib o'zini o'zi imkoniyati. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, 15 kun davomida garantiyasi bor ekan. O'zayni ham ammo poqlotani qilib
ayni qoladigan 10 million so'mga o'zimga tashlab ketaveradi. Bizga kerak emas degan. Mana bu. Mana xonajinchasini 10 million so'mga o'zim olib qolaveraman. Onasi shunday 24 mi? 20 to'rlar. 3 oylik bo'g'azga. Gap yo'q. Xo'p, navbatdagi akalar. Oldida taqchi bilan. Bolasi nima edi buni? Xullas xonajincha bro. Akalar endi davlat akamizda ham katta sigirlar ham bor, o'ziga yarasha. Endi hadavoy sigirlarning sezoni-ku hozir. Abror, xohlagan stilda 50 millionlik sigir olaman, 50 millionlik, 60 millionlik sigir olaman, 70 millionlik sigir olaman ham kelaversin. Bor. To'g'ri beraverasiz. Ha, sigir bor. Faqat sharoitga qarab bu bozorlar endi xohlasak xohlamasa, Endi 5 qo'l baravar emas-ku. hamma misol uchun 60 million, 50 millionlik sigir bor ko'rmaydi, abror. To'g'ri. Bu o'zimizga o'xshagan bir qishloq odami bir o'z o'rniga 15-20 minut ust bersa, kimdir studentini mashinaga aniq qo'yadi. Hali yo'l kirali qo'yadi. Ha. Shuni bir maza qilib sog'adi, kim sog'tishi yo'q. Aqadan sog'adimi, bu yoqdan sog'adimi, qizig'i yo'q. Abror 20 litr sut beryapti. Mana qarang. 20 litr sut beryapti. Ikkinchi qoringa. Bularda chiplarigacha bor. Aha. Narxini ham aytaman, xudo xohlasa xalqimiz shunday aytib olsin-da, arzimasa anaqa bir hisob basaga. Bolasi nomas. Bolasi xonajincha 20 litr sutga olishsin. Nech pul? Bitta aybi bor. Mol 2 marta yedirib sog'adi. Shu. Aybi shu. Alor sababki, mo'bazayin 2 marta yediradi, shuning hisobiga oxirgacha yeb beradi. Agar bir martadan narsa bo'zayni ichini buzib qo'yishadi. Buni hamma yo'g'ini borini aytib o'taman. Narxi 35 milliondan emas. 34 milliondan emas. Bor 30 milliondan emas. Seryozni? Seryozni. Nech pul? 29 million kami bor, ashuncha hech kam. Shu joyga yana 500 to'g'ri. 28,5 million kami bor, gap so'z yo'q. Kamini qilib berasiz. 28,5 kam bor bola xonajin. Aytilgan sutlarda akalar qaysi payt bo'lsa kelib ko'rib olaverasizlar. Garantiyasi bilan beriladi. Nechinchi qorin nariga bu? Nari 3-chi qorin. 3 qorindagi 4-chi. Qornida Ishlari butun. Oma yaltirab. Mol kiradi qoringa. Voy. Hurmatli akalar. Mana bolasi bu qachasidan. Mana buni qarang. Bolasi ham akalar pechata olmadi. 28,5 kami bor. Kerak bo'lsa bozorda berib. Bermayapti. Aytayapman videolarga, bozorlarga solishtirsin, kami 5-4 million arzon bo'lsa hisob bas. Meniki birinchi pul jo'ra bro. Ona qarang. Mana molni qarang. Hurmatli do'stlar. Nima deyapti bu? Ajoyib sigir. 25 litr bolasi tayda emib yurib sut beryapti. Seryozni, ha? Bolasi tayda emib yurib. Mollar stoqidan bag'i sut o'zi. Bolani o'vasga. Bolani oldi. 20 taga beramizmi yengil? Xudo xolasa boquvni 35 litr ham sut beradi. O'zangida vahima qilayotganimiz yo'q xolos. 30 litr, 35 litr ham sut beraveradi mol. O'zimiz eski rossiyskiy litop zotlar bor edi. Xuddi o'sha zotlardan. O'zimiz molxonalarda bo'ladi, enalari bo'lgan, hozirda xonalarimiz yaxshi biladi buni. O'zimiz chorvalarda bo'lgan buni. Naqalar. Kattaga betaymiz. Siz 20 taga bering, 25 ta sog'ib yana kelsin molga. Nima deysiz? Yo noto'g'ri bo'lsa ayting. Ustiga bunaqa qiladigan odam, anaqa qiladi. Buni boquvni qilsa o'zi akalarimning bakinimni olib kelib ko'rsatdim, bak bunaqa. Yo'q, boshida tursa mana. O, mana, hurmatli do'stlar. Gapiringchi qani? Abror hech qayerda 40 million basda aytolmaydi bu molni. Aytish boshqa, berish boshqa. Berish boshqa. 40 million ham emas, 38 million ham emas. Bor 37 million ham emas. Bor 35 million ham emas. 34 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul. 34,5 kami bor. Savdolashib olaversin. Hurmatli akalar, ozgina kamrog'iga olinglar, borgandan keyin ko'proq bersin, ha? To'g'rimi? Endi akalar, bularda ish shu. Masalan, o'sha yerda 3-4 ta bola bashlarda akalar tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Bolalarni qashiydi, yegizadi, ichkizadi. Nima yesa beradi-da? Yo'q, Abror. Shuni tomonlamay aytib qo'yapman xolos. Sizda misol uchun oxirida ovqat ortib qolgungacha beramiz albatta. Agar noto'g'ri gapirgan bo'lsa, aytinglar, to'g'rilab olaman. Yo'q, noto'g'ri gap yo'q bizda. Holat shunaqa bo'ladiki, sababki, mana shu ertaman kechgacha silis to'ygungacha yeydi, kunjaraga payin. Bo'lsa. Oma sifatlari yomon emas. Nechta tuqqan bu? Mana shu 3 qorin. Qash bolasi? 6 kurak. 6 kurak. Qirg'iziston yuzga Shveysariyadan. Nima deysan aka? 20-25 ta sutni o'sha o'g'izida ham beryapti. 20 ta eng pasi. 25 dan tevasida sut beryapti. Voy, men sizlarga nima deyapman? Sizlar 5 litr kamaytinglar, borgandan keyin bersin shuni, maza qilsin. Shuni men sizga deyapman, kamaytyapman, 3-4 litr kamaytyapman. Kelib ko'rib olsin, maydan chiqqandan keyin men 5 litr sutga ham hech qanday 50 litr limonim ham garantiya qilmayman. Sababki, buni olib borib yo'q qurib qo'ygan tashlab qo'ysa sut bermaydi mollar. Oma, Ag'i ham bor. nima deysan aka? Yo'rvajaq qo'yingchi. Bo'ldi 45 million ham emas, 40 million ham emas. Yo'q, Ha. Qancha? 39 million ham emas. Bor 38 million ham emas. 37 million 500 ming so'm vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul qolgan joylarga kelishamiz. Matlarcha savdo. Davlat aka mana. Sizga bitta gap aytaymi? Ha, Mana shu videoni eng minimum 1000 ta odam ko'ryapti. Balki 10 ming, balki 100 ming ko'rib ketadi, balki 200 ming. Alloh alam. Lekin bitta narsaki, odamlarda hammani har xil fikri bor. Bozorda ko'rib yurgan odamga narxlar uncha nima qilmaydi. Atak ko'rsa uyalib qolmaysiz. Mana shu mollarni favqulodda bitta joyda men aytayotgan narxda aytsa, aytilgan narxdan 5 million kami bor. Ha, bu molim.
37,5 million. 25 litr sutini kelib o'lchab ko'rib olsin. Bola xonajin. Bolasi. Bola xonajincha, hurmatli do'stlar. 6 kilo ayligi. Buni qarang, bolasini qarang. Bolasi xonajin. O'zbeklarchilik 5 litr 4 litr kamiga ko'rsa 20 litrga ko'rib olsa 23 ta 24 ta suti bor. Yo'q, Shveddan. Ama 3'ünü qaymog'i bor. yo'q. Mana Yuzichi? Bo'zayni qarang, o'zbeklarni, xonajinda mol oladi. Ikkita narsadan chiqqan bo'zay. Ha, ketma bo'lmaydi. Aylantirchi. Hurmatli akalar, bolasi xonajin. Voy, boshqalar. So'zgalarni qarang. Bo'ydi. Necha pul baho qo'yasiz aka? Bir uyalib ketasiz, pul baho qo'yadi. Ama qimmat bo'lsa aytib yuboraman, haq bo'lish yo'q ama. Arzon bo'lsa ham aytib olasizmi? Aytyapman shunchasi. Ha. 40 million emas. Bu molim 37,5 million aytdim, hamma yo'g'i bir xil ekan o'zi aslida. Aha. Lekin bu 37 million ham emas. Bor 35 million ham emas. Bor 34 million ham emas. Yo'q. Bor 33 million ham emas. 32 million so'm gami bor, vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Mana Tantalay. qarab turing. Shuncha o'tdingiz, bitta dangallik qilgan. Butungidan. Bo'ldi 31 million so'm gami Yana bor. bo'lmasa. Mana shularni so'radami? Ama Abror, Lupoy videoda Lupoy bozorda 31 million so'mga bersa aytorsan o'zim xaridorman. O'zi pullar yengil kelgan xolos. Adangan. Yana bo'lmasa. 31 millionga maynam oldi. Taylab bersam o'zim olaman. Olur. Ha. Topib ko'raver haqidami qizig'i yo'q. Mana qoziqlari. Ko'ringlar, uzun-uzungina. O ularni bolalarni ham ne olib yaqinroq olib kelib ko'rsatingda. Endi akalar 31 kami bor, bola xonajin, mana shu mol. Ama davlat akamiz o'ziga agar mana shu mol 31 desa, o'zi xaridor. O'zim xaridor. 31 millionga o'tib bergan ham nomard. To'g'ri gap. Mana bu. Siylab berdingsa? Ha. Mariyatim kel. Hibrid. Samarqandga akalarimiz kal sigirlardan so'rab turadi. Abror to'g'rimi bizda turibdi bor. Bittasini uni buqachasi emadi. Bola buqa. Ikkinchi qorin. Aha. Bu joyda 50 million deganimda aytolmaydi. Ne eshittiring, endi birovga taqqoslash narsa emas. Lekin 45 million ham emas, 40 million ham emas. Usta tepsa, Yemasa, ichmasa, tepsa, ustida o'zini o'zi yemsa meniki. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bolasi Novos aka 15 litr sutga, bolasi lekin maza qilib yemayapti ekan, berman akalar. Bo'zani qarang. Nima deysizlar? Necha pul bahosi aka buni? Narxi 38 million so'm. Bor 37 million so'm, bor 36 million so'm gami bor. Bugun shunaqa kun. 36 kam bor, ha. Bu joyga aytyapman, bugun taqqoslaydi. Hozirlari ham zo'r ekan akalar, ammo 36 kam bor. Mabodo endi bu mol dalchi boqib sog'ib yetiltirib bolasini boqib, pulni olib, mabodo qisirga boqsangiz ham ziyon qilmaysiz. Endi avvalo sizga bunaqa gapchi bo'lmaydi, ammo bu yaxshi mol. Nima deyapti biz bu haqda? 15-16 yilda to'g'ridan-to'g'ri sut beryapti. Budan bo'lmagan. Bo'zaga o'tib qoldi, ha? Hurmatli akalar. Ishi oxirda yoniga bir bola urishni mandis. Ey bu. Ha, qoziqlarni ko'rsating. Ro'zg'orga menga unaqa orcha man deyolmasin-ku, sut bersin. Men sutdan foydalanaman deydigan bunachilar bo'ladi-ku. Bitta qochma xonajinni puliga bersin-ku, menga faqat sutdan foydalanadi deydi. Narxini 25 million ham emas, 23 million ham emas, 20 million ham emas. Yo'q, Ha. 19 million so'm vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul. Nechinchi qori? 3-qori. 15 litr sutga bemalol ko'rib olasiz, 17 litr sutga 15 litr bemalol xotirjam ko'rib olasiz. Nech pul narxi? Narxi 19 million. Bebola. Ha. Yana u degan joyi 18,5 million gami bor. Bitta xonajinda pul ekan. Ha. Maza qilib sog'ishsin. Hurmatli akalar, ko'rib boqganingizdan beringlar, bemalol kesalaring, xudo xolasa chiroyli ish bitirib berdilar. Akalar kichkina pulga narsa olmayapsizlar. Endi hammada ham o'ziga yarasha hisob kitobi bor, boshqasi. Kesalarsiz ko'rib shuncha mol bor, maslahatini qilib olaverasiz. Jonivor. Mana ikkinchi qorin. Bolasi buqacha. To'g'ridan-to'g'ri 10 litr daraga chiqadi suti bor. 10 ta. 10 ta yo'l. Xotirjam olsin. 11 litr suti. 10 litr xotirjam olsin. 10 litrga berib. 6 litr aytaman, 4 litrga chiqmayotgan olasiz, bo'ladi bo'zay qo'yganda novvoscha olasiz. Aha, buyur. Bola bu qayerga akalar? 10 litr varianti. Bitta qochirib yubormasdan yaqin qilib ayting aka. Molimi 26 million, 27 million aytsam ham ko'taraveradi, Abror. Lekin bizda unaqa holat bo'lmaydi. Bolasi buqacha holatga 22 million so'm gami bor. 22 million so'm ikkinchi qorin 10 litr sutga qolganda ko'rib olsin. Yana o'tmaysizmi? O'zing ham joylayapsiz shekilli. 500 ming. Bo'ldi 21,5 million so'm gami bor. O'tgan yilgi narx bo'ldi, 21,5. Kami bor. 2024 da narx bo'ldi akalar. Kami bor akam. Molam endi o'tga katta emasmi? O'ziga yarasha. Targ'il. Kalla bosang sigir ol, sigir olmasang targ'il olma. Nima edi? Tashib ketdi. Abror 15 ga olib qo'ygan bu moliga. Bolasi yo'q. Bola yo'q. Bizlar qo'shma mana bo'zaylarni yetimlarga yetib, lekin bizda qo'shma holat bo'lmaydi. Aha. Buni boricha aytib
Halol pulimiz oram qolishi kerak yo'q. 15-16 litr suti bor, 3 chini qaymog'i bor. Yo'q, Ha. qanchalik? Qarg'asiz. Quruq somon ham ishini. 15-16 litr svoy. Maza qilib tog'iz. Avvalo unaqa emas. Qarab ber, bundan tushing. 26 million, 25 million ham yo'q. Bor 24 million ham yo'q. Foyda ziyonni erkak ish qiladi buni. Islantirgan xudo buni hammasini xudo xolasa qoplaydi onlarni. 23 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Shunda o'zi foyda qilmayapti, to'g'ri? 5 million ziyoniga aytyapman, mol sotgan odam aytaversin. 5 million so'm ziyoniga narx aytgan holatim 5 million 5,5. Ammo rozi bo'lib berasiz. Minmat talab. Bu menga Alloh bag'idan rizq bersin. O to'ygan mollarni rizqlantirsin. Bittani buni bo'zayini qo'shib olib chiqib ziyondan chiqib ketaman deb bitta odamni kuydirish maqsadi yo'q bu. O'zimiz ziyondan olib chiqib olaman deb birovni kuydirib olish emas maqsad. Gap. Atak yetim buzog'on bor qo'shib olsalar. Yetim bo'zay seroq qo'shib olaman degan. Luboy bo'zay deb zo'radi. Hurmat akalar endi 3-chi qoran, alinaqa tishi bosgan yo boshqa narxida arzon aytgan yo'q, qaramon. Luboy molim tishini boshqasini bir rivojdan ochib ko'rsatinglar, alinaqa muammolari yo'q ichida. akalar bitta narsada bu ish ham oson emas. Chunki molni olib chiqib tayyorlab ko'rsatishni o'zi va boqishni o'zi ham akalar qarang 20 tadan oshib 30 taga yaqin sigirni akalar tayyorlashni o'zi oson emas. Like demay bosaveringlar. Bunda ham bor, to'g'ri. O'ladi buzoq. Misol katta 50 millionli sigir o'lib qolsa ham bular tishinoqni ko'rsatmaydi. Bunda menga qarangda bu tishinoqni ko'rsatish bo'lmaydi bu. Chorva savdosi erkak kishiga xos. Nimaki kim ro'molchamizni uyga tashlab, yig'laydiganimiz yoshligimizda yig'lab, uyga tashlab qo'yganmiz, yig'lash yo'q. Bundan ko'pgina foyda qilib rizqlanganimizda xursand bo'lib to'palan qilmaymiz. Buni ichida ziyon qilib qo'yganimizda ko'z yosh qiladigan bolalar emas biz. Ko'rib katta bo'lgan bolalarmiz. Faqat buni olgandan faqat baraka topib, xursand bo'lsa, bizdan olgan pulimiz baraka qiladi. To'g'ri. Aka mol kelib ketaveradi. Olgan odam mazasi bo'ladi. Abror mana o'zingiz mashhur necha mingta mol keldi, necha mingta mol ketdi. 20 ta sutga ikkinchi qoringa kelib sinab ko'rib olaversin. 20 litr. Abror, men sizga har bitta videoda aytyapman. Videoyimizni assalomu alaykum keling. Xudo xolasa. Hurmatli do'stlar. Xo'p, Ikkinchi qorin Abror. bolasi xonada, ikkinchi qorin. Shvedlardan so'raganlar. Qirg'izistonda Normal o'tgan. 20 litr suti bor. Nechtaga beradi? 1 litrga ham bermayman. Kelsa ko'rsatib beraman. Kelsa 20 litr sutini ko'rsatib beraman Abror. To'xtatib turmadi. Molni dimlab, yerini shirab, bundan saqlab olib chiqib qo'yganim yo'q, bagina mana. Bu videoyingizni olib kelib, molni ko'rib tushunadigan akalarimiz tushunadi-da buni. Borligi uchun aytilyapti bu narsa. Yo'q. Salatki, narxi hamma men qoyil qilib yuboraman, xudo xolasa, bugun bitta narsa qilaman. Sotib tugataman mollarimni Abror. 35 million ham bas. 34 million ham bas. 33 million ham bas. Bor dadam 30 million ham bas. Ha. 29,5 million so'm vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul g'ij-bij kamag'iga. Aka qarang, mana sizga bitta jo'skiy savol. Qarang. Jo'ski bering, men sizga jo'ski qilib javob qilib beraman. Qarang aka. Mana shu sutni aytyapsiz, 20 ta sutga 29,5 gama bolasi xonaji. Yemasa, ichmasa kasal bo'lsa qaytib olaman dedi. Men shu yerda ko'rsatib beraman dedi. Kesangiz bermasa nima bo'ladi? Mana shu molni bekorga beraman. O'sha joyiga dastlabki olib bortirib beraman. Tilimga javob. Kelib ko'rib olsin, qiyin ish emas, ammo yutib olgan odam 30 million yutib oladi. Omacho'da ham yo'q. Uyaltirib yuborsin mendek. Jolat qo'ysa, men g'aransan chimoqni ko'zdan o'g'il bola emasman, luboy molimni litrlab ko'rib olaversin. Yana mana. Hurmatli do'stlar, navbatdagi. Bu bebalamdir. Bemalab. Bebala. To'g'rima-to'g'ri 20 litr suti bor. To'g'rima-to'g'ri. Aha. O'zimiz bir oy ortiq sog'ib ishlaymiz o'zada. O'zani boshidan beri bo'zay bo'lmaganida, bu o'zimiz 1,37 million so'mga sotilgan mol edi, bolasi bilan. Shu bo'zay masalasini o'zimizda qolgan edi. Aha. Endi tanasi qilamiz, 35 ham demaymiz, 30 ham demaymiz. Aha. 27 million so'm. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul 20 litr sutga 27 million so'm. 3-chi qorin mol yirikligini ham hamma yo'g'ini ko'raversin. Xolasa go'sht tomonga pichib olsin, xolasa boshqa tomonga pichib olsin, narxni olsin. Berakasi bo'lsin. Kichkina molcha ham bo'lsa kerak. Katta mol. Yaxshi mol. Hurmatli do'stlar. Xo'p, navbatdagisi. Ikkinchi qoringa bolasi xonasini tomon bo'lsa, Bola xonadi. necha tomon xonasi? Bola xonadi. Bolasiga o'xshagan sigir bo'ladi. Ya onasi ish bo'lmaydi, xudo xolasa. Olmataga olma tushganlar. Mana. To'g'ri. Bola xonadi. Ikkinchi qorin. Aha. 24 litr suti bor, 20 litrga ko'rib olaversin. 20 taga. 20 taga. Bola xonadi. Bolasi xonasi. Abror bitta anaqaki bizda hamma narsani to'g'risini aytiladi-da, bu dumini anaqasida sal bosib olgan joyi bor. Boshqa ham yo'q, dumin anaqasida. 3 tomonida. Buni ziyoni ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Hamma yo'qni aytib sotamiz bu chorvani. Bu hamma o'zini qarichi bilan o'sha. Bu manbat beayb parvardigor. Hammamizda ham bor ayb. Lekin mana shu molni men hozir 40 million samam ko'taraveradi, olib ketaveradi, 35 million samam oladi shu mol. 35 million samam indamay oladi. Bozorlarga qaraganda.
Lekin men 32 million ham demayman, 33 million ham demayman. Ha. 31 million so'm vodiy bo'ylab dastlabkasi bepul. 31 kam. 31 kami bor. Savdosi ko'p, ha? Bu yarim soat oldin ham 35 million kami bor edi. Ha. Yarim soat oldin. Obunachilar uchun bo'lyapti. Bugun bu obunachilar uchun bir bo'ldi. Bolasi buqasini qarang, pechat buqasi. Ko'k bu, ha? Shved. Shved. Ajoyib rangi. 100 qirg'iz anaqalarni ham ko'rsatib oling, ikkinchi qorin. Ko'rsatgan ularni bolalarni ham. Barakasi bo'lsin. Bolasi Qo'sha. buqa. 20 ta suti, to'rchini qaymog'ini kelib ko'rib olib, keyin pulini sho'rsin. Bu, ha? Ha, shunaqa molmi? Bolasi buqa ekanlar, 20 litr sut, 4 qaymoq. To'rchini qaymog'i ikkinchi qoringa kelib ko'rib olsin. Kelib ko'rib olaveradi. Nech pul baho? Mana shu bugun bozorlardan keldingiz, qo'yizdan narxasiz olaveradi. Mana shu molni 40 million deb hech kim aytmasa kerak. Yo'q. Ha, endi bitta narsaga 35 million ham demayman men. 34 million emas, 33 million so'm vodiy bo'ylab dastlabkilari bepul. Qolgan joylarga kelishamiz, orttirib beramiz, xudo xolasa yetkazib boramiz hammasini. Sog' salomat. Ertaga narsalarga sotilmaydi. Yo'q, hech kam uni. Kami ko'p. Bolasi ko'p. Yemasa, ichmasa kasal bo'lsa, Yemasa, ichmasa kasali nuqsoni bo'lsa molda, abror, buni anaqa qilasiz. Shuna kelaversan. Bunaqa lishni gap, boshqa gap, so'z kerak emas menga. Chunki moling tushmadi menga. Moling tushmadi. Nima qilyapti? Tepyapti, yo usuyapti, yo yemayapti degan holat qilsa, uyidan borib kelaman. Lekin bitta narsa abror. Molimi tepekkanini borib tepyapti desa, shu so'g'adigan odamga borib sodir ko'rsatib olaman o'sha yerda. Tepekkanini. Yemayapti desa, oldiga ovqat tashlaydi, borib tepasida ko'rib olaman. Buni har mana anaqa. Menda ham xuddi shu holatda ishlamayman, bemalol ko'rib olaversa. Oxirimda ovqatini tashlab beraman, o'tirib oyda sog'imini qilib beraman, xolos shu so'g'adigan odamlar kelib sog'ib ko'rib olsin mollarni. Barakasiz. Bola xonajin. Qo'ng'ir shvedlardan. O, Mazasi. nima deysiz buni? 23 litr suti bor. 20 litrga ko'rib olsin, yengil. Molda ikkinchi qoringa baquvvatligini qarang. Men olib keling, bellari olib keling desam. Zo'rma. Bola xonajin aka, bolasi ham berilib qolibdi. Mobiliga olib keling, videoga olib keling. Yili baquvvatlang. Nima deysiz aka buni? Qirqizdan ham bo'laveradi, lekin uni demaymiz. Bor 38 ham demaymiz. 37 ham demaymiz. 36 ham demaymiz. Bor 35 million ham demaymiz. 34 million 500 million. 34 million 500 ham demaymiz. Gapiring. Undan Yaxshi ketyapti, davom ettirib qo'y. yo'qlab kelish kerak bo'lib qoladi. Bitta davom ettirib qo'y. Endi qoldi. 34 million so'm bor, gap so'z yo'q. Nima bor? Hech bechkan. Hurmatli akalar, shvedlar derigidan so'raganlarga navbatda. To'g'ri, qolagandaqa buni kelib ko'raversin, mo tuqqaniga 17 kun bo'lyapti uyimizda tuqqan. Ustini qolagandaqa ko'rib olsin bundan. Seriozmi? Ha, qolagandaqa qilib ko'rib olsin. O'sha sutni bermasa shuni yo'q. Shuni molda bekorga olib ketaversin. Mol bo'ybaslarni ham ayting, kichkina molam bor, ikkinchi qoringa. Aha, gapiring. Narxi 50 ham emas, 45 ham emas, 43 million so'm gami bor. Davlatdan kel, senga yarashmaydiganga 42 million so'm gami bor. Yana o't desang. 41 million so'm gami bor. Kam. Uyi sotadigan-ku. Barakasiz. Bu o'ynab yurishni qarang bu daylarni. Bola savdo bo'laversin. O'zidan qo'yib qo'yaverayapsiz narlarga. Endi aka, bitta gap aytaymi? Ha. Hozir misolchi ha aka desam har xil odam bor-da. Buni yonini olyapti, bu deyishim. Yo'q. Xolis odamlar yozib kelsa, kommentariyada xolis. Oson olmasa yozib kelsa. Haligi yutuqli xonajimizga bitta yaqinlashtirib ko'rsating-da, buni yutisholmadi. Aha. Endi bitta mardlik qilamiz. Bu yerda 18,5 million so'm qo'yilgan bu molda. Dadam o'g'lima 6000 ta layt shuni yaqanga ashsigil sog'ib ichgan bu odam kommentariyaga yutganga beraman ashsigil. Sigir berib yuboraman. Sigir berib yuboraman. 6000 ta layt yig'ib kommentariyani yozsa, men sigir berib yubormagan o'g'il bola emas. Gapimga gap. Qaytish yo'q, ro'za Ramazonda urib qolishdan inson nima bo'lgani. Gap so'z yo'q. Akalar, gap so'z yo'q. Bola boqa. Akalar, bola boqa. Shved ishbozlari og'ir karvon, ajoyibroq seyr aka. Bolasi ham o'zi ham ajoyib. Ranglar. Uchinchi qorin avro. 3 qoringa. Oba, bolasini ovoz. 30 litr sutini ash bolasi aydan yurganda to'rmaga sog'ayapsiz, ko'rib olasiz, xudo xolasa 30 ta ish olmaydi bu molga. Ikki 25 ta. Ha. Bolasi emib yurib, 30 litr o'g'il sog'ayapsiz, qolagandaqa qilib ko'rib olasiz, majburda karqan tushgan yo'q. Bugun 3-kun. Narxi unaqa 50 million, 55 million bas. Ha. 45 million ham bas. 44 million so'm gami bor, vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Men shuncha o'tdingiz, yana bir o'tib qo'yaman. Shuncha o'tyapsiz. Biror qo'yganlar. Ucharchasi va davlatimiz qashaqlashib qolmaydi. 3 million so'm gami bor, gap so'z yo'q. Gap kelmas. Hukumatimizlar qirib o'ch. Abror bitta ish bo'lgan, bu molda o'tgangi videomizda 41 million 500 ming so'mga akamizga baraka qildik. Ha. Endi 800 ming so'm zakalat tushirdilar. Shu 3 kundan keyin qolgan mollarni videoda mollar sotib oldik. 3 kundan keyin olmaydigan bo'lib qoldilar. Buni yuzlab odam so'ragan.
sotiladiganmiz. Endi men bitta o'sha odamdan anaqasiga mardlik qilaman-da. Molni 41,5 million so'mga Andijonlik akamizga sotgan edik, 42 million so'm. 43 million so'm. Endi bitta narsa 41 million so'm kami bor mana. Bu aka telefon qilsa nima deymiz? Aka telefon qilib qolsa, men ola olmaydigan pulimni qila olmadim dedilar. Ha, dedimi? Ha. Molni 20 litrga bo'zay to'ygandan keyin 25 litr suti bor molni. Mana shu kelgan odamga o'ylanib qolmaymiz. Mol dimlab qo'yganimiz joy boshqa qilganimiz yo'q. Siz keldingiz. 41 million so'm, bolasi ovoz, gibrid ko'rib olinsin. Xo'p, navbatdagi akalar. Qizil o'g'illardan. Rossiya. Yirik bolalar, shohlarni qarang jonalar. Bitta olmayman, bitta yaxshisini olaman degan akalar, to'ylab ko'rsalaringiz bo'ladi. To'g'rimi? Ha, mazza qiladi. Mana bu joyga qarang. Estonchalik bolasi. Sen qarg'ilib ketadimi ketdi? Mana uni qarang. Qarg'ilib ketar ekan-a? Xudo xolasa. Nima deysiz buni? 50 million, 45 million emas, 42 million so'm kami bor. 42 kam bor. Nechtasiga? 20 taga yo'l olasiz, oshchasini o'z sog' olasiz. Va bo'lsa 26 litr sut to'layapti abro. Ha. 20 litrga yo'l olasiz. O'sha gap kerak. Bu xonajini men tavsiya qilaman bu odamga keyin. Nima? Ha, 2 dona tishi bor. Keling abro, keling. Mana uni qarang. Bo'ldi ekan. Bu qo'chasini ko'ring, suqarligini ko'ring. Shunday. Bola bu qanday o'lcham mana qolma. Orqa to'g'ri o'xshi. Zoti ham, qoni ham hamma yo'g'i bor. Uzun narsa, ha? 1.50 ga barabar qas. 1 plet qilsak-da. Bola xonajim. Ona xonajim, mana bu qo'p. Mana bu qo'p. Buni otasi ham o'zi ham navo'sdi. Ha, mana qarang. Joniva. Olibdi ekan-a? Hali Sharqonni bozorida uyga chiqargan ekansizlar. Bitta bola mol tutish qo'ygan ko'rib havas qildim. Ha, olib ekan bu. Ha. 55 million so'm bor, bu g'oz ekan shekilli. Ha, yaxshi mol. Bolasi novoscha bo'lgan. 25 ta sutini 20 litrga xotirjam ko'rishsin. Yo'q. Ha. Aha. Abror, bunaqa 55 million, 50 million yo'q. Aha. Naq bolasi bilan. 45 million ham emas. Yo'q. 44 million ham emas. Bu 43 million ham emas. 42 million so'm vodiy bo'ylari yasabkasi berib 20 litr sutini olgandan keyin bolasi birinchi qonga 2 kurak xonadi. Xolisliklaringni qoldirib ketinglar kelar. Kim nima desa deyorsin. Endi mol bilan molni farqi bor, lekin bozorga taqqoslasalardan bo'laveradi. Men bor, novos bo'ladi, birinchi qolim, yosh mol, ikkinchi qolimlarda bu mol yoyilib, o'ta boshqa cho'p ketadi, xolos. To'g'rimi? Abror bu 2-3 tug'ishida xudo xolisa bir enalari 35 ta 40 ta sut berayotgan molni bolalar. Ha, endi shunaqa bo'lmasa bu o'z ko'rinib turibdi-ku. Bu Mana nima uchinchi deyapti bu? qorimi. Shvedda Qo'rg'on tepaliga kelib qotib ketadigan. Abror buni o'zi Xitoydan bir soat oldin qo'ydi xolos. Kechib qora. Ha. Shved ishqibozlariga akalar yirikkinasida. Endi sizga misol uchun buni idishiga qarab 45 litr suti bor, 40 litr suti bor deb misol uchun men buni o'tganingizda sog' ichmaganman-da. Ha. 30 tadan yuqori sut beradi degan. Egasi. Lekin men buni kechadan beri shu 1,5 baqacha o'g'zini ko'rdim xolos. Ko'rganim shu. To'royimcha butun. Yeb-ichishdan joni sog'ligi zo'r. Aha. Alloh qancha rizq bergan bo'lsa, shuncha sut beradi. Hozir bitta narsa qilamiz, shuni hammamiz birgalikda faqirga sog'amiz abror. Shu molni. Bir holatini, sog'lish holatlarini bir jarayonda ko'ramiz. Ishqibozlarga keyin narxini kutishsa, kutganiga yarasha narx aytib beraman. Gap sizga. Ularga hozir sog'ib ko'rsatib beramiz. Xolam bitta fon